Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu ochayotgan samboykamning ishlari bitdi. Hozir mana bo'lgan ishlar bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'taman. Hali petini berganimiz yo'q. Projektor bu tomonda. Projektor bu tomonda. Tashqariga rezitkalar qo'yildi. Mana 2 dona. Bu tomonda ham bor. Xo'p. Patronlar mana 3 tadan 6 ta patron har bitta boksga. Rezga включательlar. Kabellar tashlab chiqqanmiz, mana e'tibor berasizlar kabellarni tushganiga. Iloji boricha akkuratni ishlashga harakat qildik. Olib berilgan narsalarni yig'ib chiroyli chiqarishga harakat qildik ishni. Xo'p. Bu xonasi mana. Bu xonada ham mana 3 tadan 6 ta patron bor mana. Hozircha bittasiga lampochka o'rnatdik. Egasi ishga tushgandan keyin o'rnatib olaman dedi. Xo'p, darish ketamiz. Elektrikga. Xo'p, bu xona ham xuddi shunday. Hech narsa o'rnatilmagan. Kabellarni shunday tortib kelib Bular tushirganimizda orqa tomonda kichkina xonacha bor, o'sha tomonga shitga o'tkazganmiz. Bu yerda ham bitta projektor va bu yerda rezitkamiz bor. Xo'p, mana endi orqa tomonga o'tkazib sizlarga hozir shit xonasini ko'rsataman va karchellar turadigan xonani ko'rsataman va oxirida bo'lgan narxlarini ham aytib o'tib ketaman. Mana bu yerda mana kichkina xonacha qurildi. Bu yerda shu karcherlar, suv, motor, shitovosh shu yerda. Xo'p, xonacha mana. Bizning instrumentlar. Xo'p, shit terdik bu yerda bitta mana. Shitimiz 3 faza, счетчик hammasi bor. Shunda avtomat chiqishga qo'yilgan. Mana chiqish tomon po'sta turibdi, nolova shinasi bilan birga. Bu karcherlarga yetadi. 3 ta karcherga, 3 ta xonaga 3 ta karcher, uchalasiga boradi. Bu yer ichkaridagi gruppalar, rezetka, svet, освещение hammasi uchun buni общий glavniysi nol bilan birga ajratishga qaror qildim. Har ehtimolga qarshi baribir ajratgan yaxshi. Xo'p, включатель xonani egasi shunaqa bo'lishini xohladi, чтобы ichkari tomonida svet yoqadigan joy bo'lmasin dedi. Shunda o'zim yoqib, o'zim o'chiraman dedi. Buni qilib berdik. Keyinroq relayga o'zgartirish planimiz bor. Xo'p, bu yerda ham bitta rezetka bor. Press kontrol yoki nima uchundir. Tagi tomonda ham включатель rezetka bor. 2 dona svet o'rnatganmiz. Xo'p, ana endi eng qiziq joyi do'stlar. Ish qanchaga bitdi? Xo'p, bu ishimiz gofrali montaj bo'lgani uchun tochkasi 100 mingdan hisoblanadi. Tochka nima? Tochka mana bitta tochka, включатель. Bu bitta tochka, bitta yonadigan, просто magazinimiz bittalik включатель topmaganimiz uchun 2 talik olingan, bittasi po'sta turibdi. Bitta tochka, mana yana bitta tochka. To есть 3 ta, 4 ta tochka shu yerda mana. U tomondagilar xuddi shunaqa. Keyin gruppa bo'lib kirgan, shitga kirgan avtomat har bittasi bitta tochka hisoblanadi. To есть mana ulangan avtomat hisoblaymiz. Ikkitasi ulanmagan, zapasdan qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta gruppa va kirish vodnoy kabel bilan 11 ta gruppa mana shu shit uchun. To есть 100 mingdan bo'lsa 1 million 100 mingga mana shu shit bitadi. To есть men ertalabdan mana shu shit harakatidaman. Hozir soat mana 15:54. Soat 3larda примерно tugatgandim. Shit terishdi. To есть puliga arziydi, qiladigan ishiga yarasha bo'ladi. Xo'p. Tochka 100 ming so'm, gofrali tochka 100 ming so'm. Kimdir hamma har xil ishlashi mumkin do'stlar. Bizda shunaqa, mana bitta rezetka, bitta tochka, bitta включатель, bitta tochka. Xo'p. Hozir bu yerda tochkasi примерно 26 ta tochka bo'lgan. 26 ta tochka 100 mingdan 2 million 600 ming so'm bo'lsa, xo'p, bu yerda yana дополнительный ishlar bor. Doполнительный ishlarki patronlar uстановkasi bor.
har bitta qonda ortadan 18 ta patron uстановкасы. Mana bu patronlar uстановкасы отдельно hisoblanadi do'stlar. Nimaga deganda, mana shu patronlarni o'rnatib chiqish uchun bir kun vaqtimiz ketdi do'stlar. 2 kishi bir kun vaqtimiz ketdi. Mana endi o'zlaringiz o'ylab ko'raveringlar, o'zlaringiz hisobga olaveringlar. Mana shu kabelni ishonsanglar, ishonmasanglar tortib chiqish uchun 5 soat vaqtimiz ketdi. To'g'rilab, sarishta qilib tortib chiqish uchun 5 soat vaqtimiz ketdi do'stlar. Xo'p, qimmat yoki arzonligini bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Xo'p, mana bu patronni har bittasini uстановка qilish, gofrada kabelini o'tkazib, mana bunaqa qotirib chiqib, taxlab berish 50 ming so'm bilan bitadi. To есть 18 ta patron 900 ming so'm bo'lsa, 3 million 400 ming so'mga ishimiz bitadi. Bu yerda 3 millionga dogovor qilganmiz. Общий договорda gap kelishilgan. Tochkasini aytganman 100 mingdan deb va bo'ladigan ishlar hisoblanganda shuncha pul chiqishini hisoblab va общий договорga kelishilgan. 3 million so'm mana shu obyektchi uchun. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa narx? Orqa tomon shiti bilan birga hammasi. Xo'p, sizlar bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Qimmat yoki arzon va kim qaysi usta qanaqa narxda ishlashini va tochkalarni qanaqa hisoblashingizni yozib qoldiringlar do'stlar. Rostdan bu menga juda qiziq. Juda ham qiziq tema va ommaga chiqqan tema. Chunki hamma usta har xil ishlar ekan. Men oldin bilmasdim, ko'p e'tibor bermasdim bu narsaga. Shu yaqin-yaqindan o'zim ham bilyapman, chunki hamma usta xil hisoblar ekan. Mana bu ikkita tochka hisoblanadi do'stlar. 2 ga bo'lingani uchun. To есть ikkita kabel tushirganmiz, shuning uchun ikkita hisoblanadi. Bu tom uстановкасы esa patronlar uстановкасы отдельно hisoblanadi do'stlar. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad, baraka bersin. Kanalimiz kuzatib borishda davom etinglar. Kimga nima qiziq bo'lsa bemalol yozinglar. Qo'limdan kelgancha tushuntiraman, ko'rsataman, o'rgataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.